Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'ying. Tezkor xabar. Rossiyadan O'zbekistonga uchgan samolyot manzilga yeta olmadi. Assalomu alaykum qadrli mehmonlar, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Quyuq tuman tufayli Qarshi aeroportiga samolyotlar qo'na olmayapti. Noqulay ob-havo sharoiti sababli Qarshi xalqaro aeroportida havo kemalarini qabul qilishga vaqtinchalik cheklovlar joriy etildi. Bu haqda Uzbekistan Airports matbuot xizmati xabar berdi. Cheklovlar sababli Ural Airlines aviakompaniyasining Moskva-Qarshi yo'nalishdagi reysi ekipaji belgilangan manzilga qo'nishning imkoni yo'qligini ma'lum qilgan. Uchuvchilar vaziyatni baholab Samarqanddagi muqobil aerodromga yo'nalishni o'zgartirishga qaror qilgan. Hozirda samolyot Samarqand shahriga xavfsiz qo'nishni amalga oshirgan. Avvalroq noqulay ob-havo sabab vodiy viloyatlaridagi aeroportlar faoliyatida ham texnik o'zgarishlar kuzatilgan edi. 2025-yil 16-dekabr kuni Moskva viloyatining Gorkiy qishlog'ida fojia yuz berdi. 15 yoshli 9-sinf o'quvchisi Uspenskaya maktabining o'quvchilari va xodimlariga pichoq bilan hujum qildi. Natijada 10 yoshli o'quvchi halok bo'ldi va yana bir nechasi jarohat oldi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, ertalab soat 9:00 atrofida o'smir 9-sinf o'quvchisi Timofeyevga dastlabki ma'lumotlarga ko'ra yo'lakda qo'riqchiga qalampirli balon purkagan va keyin uni pichoqlagan. Keyin hujumchi qochishga uringan. 4-sinf o'quvchisi ta'qib qila boshlagan. Bolani yelkasi va bo'yniga pichoq urgan. Bola tez tibbiy yordam xodimlari yetib kelguniga qadar ko'p qon yo'qotishdan voqea joyida vafot etgan. Marhum 10 yoshli Qobiljon ismli bolakay bo'lgan. U aslida tojikistonlik migrantlarning farzandi. Onasi shu maktabda farrosh bo'lib ishlashi va otasi 1 yil oldin qazo qilgani ma'lum. Uning egizak ukasi ham shu maktabda o'qiydi. Keyin o'smir maktabda binolarning birida yashiringan. Voqea joyiga maxsus kuchlar chaqirilib, jinoyatchini qo'lga olindi. U hibsga olingandan so'ng darhol aybini tan oldi. Bu 2025-yilda Moskva viloyatida millatchilik asosida sodir etilgan ikkinchi qotillikdir. Rossiyada yoshlar ekstremizmi ko'payib bormoqda. Buning sabablari orasida internetda ekstremistik kontentlarga kirish, maktablardagi muammolar va migratsiya bilan bog'liq ijtimoiy keskinlikdir, deyiladi xabarda. Rossiyada mehnat migratsiyasi qoidalarini to'liq qayta ko'rib chiqish taklif qilinmoqda. Davlat dumasiga patentlarni bekor qilish va yangi modelga chet ellik ishchilarni maqsadli yollashga o'tishni talab qiluvchi qonun loyihalarini to'plami taqdim etildi. Yangi qoidalarga ko'ra, migrantlar mamlakatga faqat ma'lum bir ish beruvchining taklifnomasi bilan kirishi mumkin. Ish ruxsatnomasi faqat bitta mehnat shartnomasining muddati davomida amal qiladi. Agar shartnoma bekor qilinsa, xorijiy ishchi Rossiyani tark etishi kerak. Boshqa ish beruvchiga o'tishi imkonsiz bo'ladi. Migrantning Rossiyada bo'lish muddati mehnat shartnomasi bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Uni yangi taklifnomasiz uzaytirib bo'lmaydi. Ish beruvchi chet ellikning mamlakatdan chiqib ketishini osonlashtirishga, shu jumladan uning uchun to'lovlarni amalga oshirishga majburdir. Qonun loyihasida migrant ishchini yollash bilan bog'liq barcha xarajatlar, jumladan hujjatlarni rasmiylashtirish, tibbiy ko'riklar, sug'urta va uy-joy xarajatlari ish beruvchiga yuklanadi. Shuningdek, xodimning o'z vaqtida ketishini ta'minlash uchun ham javobgardir. Bu yirik biznes uchun maqbul bo'lishi mumkin, ammo kichik kompaniyalar uchun bunday xarajatlar jiddiy muammoga olib keladi. Asosiy qoidalardan biri yangi tizim ishtirokchilariga yashash uchun ruxsatnoma va fuqarolikni olishni taqiqlashdir. Shuningdek, migrant oila a'zolarining, jumladan ota-onalar va aka-uka, opa-singillarning kirishini taqiqlash taklif qilmoqda. Yangi tizim bo'yicha kelgan barcha migrantlar kirishdan keyin 30 kun ichida majburiy biometrik testdan o'tishlari shart. Ushbu ma'lumotlar yagona davlat tizimiga kiritiladi va ularning qolish muddatini avtomatik ravishda kuzatib boradi va agar kerak bo'lsa, chiqish tartib-qoidalarini amalga oshiradi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, o'zgarishlar migratsiya oqimini yanada qattiqroq nazorat qilishga qaratilgan. Biroq yangi tizim qonuniy ish bilan ta'minlashni sezilarli darajada qiyinlashtirishi sababli noqonuniy ish bilan ta'minlashning ko'payishi ehtimolga yaqin.
Chet elliklarning Rossiyada vizasiz vaqtincha qolish muddatini 90 kundan 30 kungacha qisqartirish taklif qilindi. Bunday qonun loyihasi Davlat dumasiga Davlat dumasining Sog'liqni saqlash qo'mitasi raisi birinchi o'rinbosari Fedot Tumosov tomonidan taklif etilgan. Ma'lumot uchun, hozirgi kunda Rossiyada asossiz 1 yil ichida 90 kundan ortiq qolish mumkin emas. Agar siz ushbu vaqt davomida patent RVP rasmiylashtirsangiz yoki o'qishga kirgan bo'lsangiz, bu sizga ko'proq muddatga qolishga imkon beradi. Rossiya Federatsiyasida ishlash davrida murakkab moliyaviy ahvolda turar joysiz qolgan, tazyiqqa uchragan, majburiy mehnat yoki zo'ravonlik qurboni bo'lgan o'zbekistonliklarga moddiy va ijtimoiy yordam ko'rsatiladi. Migratsiya agentligi Moskva va Moskva viloyatidagi 15 taga yaqin hostel va sutkalik mehmonxonalar bilan shartnoma imzolagan. Agar fuqaro murakkab moliyaviy ahvolda turar joysiz qoladigan taqdirda agentlikning Moskvadagi vakolatxonasiga murojaat qilishi mumkin. Vaziyatni o'rgangan holda fuqarolarga 30 kungacha bepul yotoq joyda yashash imkoniyati beriladi. Rossiyada ishlab yurgan musofirlar, agar hujjatlaring bo'lmasa, sizlarga yangi yilgacha O'zbekistonga chiqib ketish maslahat beraman. Chunki Kun.uz rasmiy kanalida ham chiqdi. Agar siz hujjatingiz bo'lmasa, 1-yanvardan boshlab qattiq reydlar ketadi. Bular hozir nima bilan ugrajat qilyapti? 3 yillik qamoq bilan. Agar hujjatingiz bo'lmasa, 3 yilgacha qamalib ketishingiz mumkin. Mana shu Kun.uz rasmiy kanaliga kirib o'sha ma'lumotni olishinglar mumkin. Bu videoni nimaga chiqaryapman? Bu hazil narsa emas. Mana shu Hindistondan ishchi kuchi ham olib kelyapti. Bu hammasi bekorga emas, ehtiyot bo'lasizlar. Bular pramoydan pramoy shunchaki ayta olmayapti-da. Davay bo'ldi, davay yig'ishtir chamadonlaringni uyga hammang deya olmayapti. O'shaning uchun hujjatli yo'llarga yangi yilgacha chiqib ketishni maslahat beraman. Ehtiyot bo'lasizlar. 12 dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkmanistonning Ashxobod shahrida betaraflikning 30 yilligi forumi boshlanishidan avval oyoqda tik turib suhbatlashdi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Liderlar suhbatni forum delegatsiyalari rahbarlari ishtirokidagi birgalikdagi suratga tushish marosimidan keyin boshlangan. Rossiya va O'zbekiston prezidentlari majlislar zali tomon yo'l olar ekan, qisqa suhbatlashib, bir-birlarini quchoqlashib qo'ygan. Rossiyaga farzandi bilan kelayotgan xorijliklar uchun ma'lumot. Rossiya Ichki ishlar migratsiya xizmati bolalarga ham registratsiya qilish va uni uzaytirish shartlarini eslatmoqda. Xorijlik o'zining mehnat patenti asosida farzandining registratsiyasini uzaytirib olishi mumkin. Agar xorijlikning Rossiyada bo'lish asosi bo'lmasa va bolasiga ham hujjat qilib bera olmasa, u mamlakatni tark etishi shart. Xorijliklar reyestrga tushib qolganida bolalarni bog'cha va maktablarga joylashtira olmaydi. Hujjatsiz bolalar ham reyestrga kiritilishi mumkin. Bolalari ta'lim muassasalariga qatnamaydigan ota-onalar fuqaroligidan qat'iy nazar majburiy qoidabuzarliklar sodir etadi. O'z majburiyatlarini qo'pol buzganlarning Rossiyada bo'lishi nomaqbul deb topilishi va ularga kirishga bir umrlik taqiq qo'yilishi mumkin. 2026 yil 28 yanvardan boshlab Rossiya Ichki ishlar vazirligi va Ma'ruf vazirligi migrantlar bolalari to'g'risidagi ma'lumotlar bilan o'zaro almashishni boshlaydi. Sankt-Peterburgning Pargolova shaharchasidagi avtomobil ta'mirlash ustaxonasida fojia yuz berdi. Bolgarka ishlayotgan migrant bilan baxtsiz hodisa yuz berdi. Manbalarga ko'ra, 48 yoshli o'zbekistonlik erkak bolgarka yordamida geometrik yopiq 200 metrlik metal bochkani ochishga uringan. Bochka to'siqdan portlab ketgan. Portlash erkakni bir necha metr uzoqlikka uloqtirib yuborgan. Tekshiruv natijasida uning bo'yniga kesilgan jiddiy jarohatlar borligi aniqlangan. Voqea joyiga tez tibbiy yordam chaqirildi. Tez tibbiy yordam xodimlari ishchini qutqara olmadi. Muhojir kasalxonaga ketayotganda tez tibbiy yordam mashinasida vafot etdi. Shimoliy G'arbiy federal okrugi bo'yicha Davlat mehnat inspeksiyasi mutaxassislari hozirda hodisaning barcha holatlarini aniqlash uchun tergov olib bormoqda.